Gapirmang menga. Siz endi o'zingizdan ketdingiz. Hozir akamni chaqiraman. Boshqa ilojim qolmadi. Nima qildim men? Akangga aytma. Hamsa, tez keling. Xotin akasini chaqiribdi. Urush bo'ladi hozir. Nimaga ketdi xotiningiz? Kart o'ynadi, kallasiga chirtdi. Xotin bilan kalla chirtdi debdi. Ha, endi akam chaqiraman deb ketdi. Ha, nimaga qo'rqasiz akasidan? Nimaga qo'rqasiz? Tamam chiqqanda. Ha, shuning uchun men yordam beraman sizga, qo'rqmang, kelaversin akasi. Yonimda o'tirasizmi? Ha, keldim deyman ana. Menga qarang Ismat aka, akam keldi. Hamma aytanishlaringizga javob berasiz ana endi. Kulmangan. Abu qanday xabarga? Bilmam, mayda bezorlikmi? Shak o'ydirganmi? Tushundingmi? Ayyorum kan gaplashyapti. Kuyov, sanlar nima yetishmaydi, ha? Tinch o'tirasanlarmi yo'qmi? Aytgancha, jiyan qani jiyan? Ha, hozir chaqiraman. Zokirjon! Amak, qandaqsiz? Tog'am qani? Tog'a? Qanday, yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Qani tog'angni kaka ber qani? Ya, qo'yavering. Yemang kaka, yemang. Nimada? Kattada. Buk o'ylasin. Maqaralaring. Ikkalangam yomon odam ustab kulayotgansanlar-da. Yo'q, kulmadik akajon. Maqaring, siz tanimay turibman, kimsiz? Men kuyovingiz hamsiyasizmi? Siz nima birovni o'ylashga aralashasiz? Ne purchomsiz? Yo'qoling. Ko'zim ko'rinmay, boring yo'qoling. Boring. Yo'q, meni asabim bilansan, chatoq. Ha? Asabim buzmasdan seni bilan yaxshi inoq yashang, tushundingizmi? Bo'l. Bu safar kechirmayman. Bug'ani ham kichkina shamol cho'qadi. Shuni esdan chiqarmang. Mana berasiz ishlating. Men ham sevib qoldim, uchrashamiz. Mayli tog'a, sog' bo'ling. O'zi akang nima ish qiladi? Bumaga sexlari bor. Yoshladi, axir seni turgan turmushing